O'simliklar olamida o'simliklarning turfa xilini uchratish mumkin. Tabiatda go'sht bilan oziqlanadigan g'alati o'simliklar mavjud. Ulardan eng ko'p tarqalgani venerina pashsha tutqichi hisoblanadi. Hasharotlar gulshira izlab bu o'simliklarga qo'nadi. Ular ochiq bargning bezchalaridan biriga qo'nganda mayda tubchalarga tegib ketadi va tez harakatlanuvchi qopqonlarga u haqda axborot boradi. Natijada barg qopqon kabi yopilib qoladi va venerina pashsha tutqichi hasharotlarni tez harakatlar bilan tutib oladi. Barglar orasida qolgan hasharot tashqariga chiqolmaydi. Ushlangan hasharotni o'simlik shirasi asta-sekin suyultirib, tanasini suyuq holdagi ozuqaga aylantiradi. Shu ozuqa yordamida venerina pashsha tutqichi rivojlanib o'sadi.